İkki haramning ustozi Alloma ibn Usaymin rahimahullohning hijob risolasidan tarjim qilindi. Islom savol javoblar to'g'ridagi 11774 nomerlik fatvo. Furqon da'vat markazi tarjim qilib tarqatdi. Savol: ayollarning yuzini yopishi vojibmi yoki o'zining ixtiyoridagi ishmi? Javob: barchamiz sana Allohga xosdir. Shuningga diqqat qilishingiz kerakki, Allohning kitobi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnati, aqliy dalillar va qiyoslar ayollarning yuzini yopishining vojib ekanligini dalillaydi. Qur'on Karimdagi dalillar Alloh taolo shundoq deydi: Müminlerge aytqinki, ko'zlarini tuvan qilsin, avratlarini harom ishlardan saqlasin, yo'lni ko'rishda lozim bo'lgan ko'zi va uningdan boshqa jilbobi, pali qatorliq, ya'ni oshkor zinnatlardan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin. Juyub, ya'ni badani, yuzi, bo'yni, ko'kraklarini hijobi bilan yopsin. Oshkor zinnatlardan boshqa zinnatlarni erlardan, otillardan, yo qiyin otillardan, o'g'illardan, erlarning o'g'illaridan, o'z qarindoshlaridan, qarindoshlarining o'g'illaridan, hamshiralarning o'g'illaridan, dindosh ayollardan, qo'l ostidagi cho'rlardan, xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qiri daltush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ayollarning uyatli joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarni kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Sura Nur 31-oyat. Bu oyatdagi hijobning vojibligiga dalillar tuvandikicha. 1. Alloh taolo mu'min ayollarni iffatini qo'g'dashga buyurdi. İffetini qo'g'dashga buyurish o'z navbatida iffetini qo'g'dashda zarur bo'lgan tadbirlarning hammasini qo'llanish buyrug'ini o'z ichiga oladi. Aqli joyida bir inson yuzni yopishning mush tadbirlardan biri ekanligiga shak qilmaydi. Chunki yuzni ochiq qo'yish boshqalarning uningga qarshiga, uning go'zalligidan lazzatlanishiga va shu vajidan xato aloqalarning boshlanishiga sababchi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ko'z zina qiladi. Uning zinosi qarashdir. Avrat ya uning agishidu ya uni rad qiladi degan. Sahihul Buxoriy 6612 nomerli hadis. Sahihul Muslim 2657 nomerli hadisning bir qismi. Agar yuzni yopish bir ayolning iffetini qo'g'dashdagi tadbirlarning biri bo'ldi-ekan, undaqda bu vojibdir. Chunki vosita muddaoning hukmida bo'ladi. Ya'ni bir ish vojib bo'lsa, shu ishga opiradigan vositalarmi vojib. Bir ish harom bo'lsa, shu ishga opiradigan vositalarmi harom bo'ladi. 2. Alloh taolo yuqorqi oyatda juyub, ya'ni badani, yuzi, bo'yni, ko'kraklarini hijobi bilan yopsin deydi. Jeyb, ya'ni ko'plik shakli juyub, kiyimning yoqsi va ayollar beshini o'raydigan ximar, ya'ni hijobni ko'rsatadi. Agar bir ayol bo'ynining kiyimining yoqsidan ko'rinib qolgan yerini o'rashga buyurilgan bo'lsa, u yuzni yopishga buyurilgan bo'ladi. Chunki bu yerdagi imo va qiyos shuningga dalolat qildi. Yana bir jihatdan, agar bo'yin va ko'krakni yopish vojib bo'lsa, texim go'zal bo'lgan, shundoqla kishilarni texim bak jalb qiladigan yuzni yopish texim bak vojib bo'ladi. 3. Alloh taolo yuqorqi oyatda eng sirtiq kiyilgan kiyim qatorliq yushirish mumkin bo'lmaydigan tashqi zinnatdan boshqa zinnatlarni ko'rsatishni cheklab, oshkor zinnatlardan boshqa dedi. Ya'ni Alloh azza va jalla bu yerda ular ko'rsatgan zinnatlardan boshqa demadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Hasan al-Basri, Ibn Sirin qatorliq salaf peshvolardan ba'zilari oshkor zinnatlardan boshqa degan oyatni eng sirtiq kiyilgan kiyim va shu kiyimlarning ostidagi ko'ringan boshqa kiyimlarning puchqi deb tafsirlagan. Uning orqadanla Alloh subhanahu va taolo ayol kishining belgilangan mahramlardan boshqa kishilarga zinnatlarni ko'rsatishni chekladi. Buningdan ko'rinib turibdiki, orqada tilga ilingani, ya'ni mahramlarga ko'rsatishga bo'ladigan zinnat boshdagidan farqli zinnatdir.
Başta tilg'ilingan zinnat, ya'ni eng sirtqi kiygan, jilbob, pali qatorliq sirtqi ko'rinishda ayon bo'ladigan, hamma odam ko'ra oladigan, yo'shirish mumkin bo'lmaydigan oshkor zinnatlardir. Orqadan tilg'ilingan zinnat bo'lsa, yuzni o'z ichiga olgan ichki zinnatlardir. Agar bu ichki zinnatlarni hamma odam ko'rsa bo'ladigan bo'lsa edi, boshdagi buyruqdan boshqa yana bir xos buyruq qilinmagan bo'ladi. 4. Allah Taala ayollarning ichki zinnatlarini, ya xotinlarga ehtiyoj yo'q xizmatchilar, ya'ni qiri daltush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlarga va ayollarning uyatlik joylarini o'qimaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalarga ko'rsatishga yo'l qo'yganligi tuvandagi 2 nuqtani tushundirdi. 1. Ichki zinnatlarni nomahramlardan faqat mushu 2 turdagilarga ko'rsatishga bo'ldi. 2. Bu buyruqning qilinishida erlarning ayollarga maftun bo'lib qolishidan saqlanish maqsad qilingan. Shunisi shaksizki, yuz go'zallik va jazbidorlikning manbasi. Shu vajidan erlarning ayollarning yuziga qarab shahvatlanib qolmaslik uchun yuzni yopish vojib. 5. Alloh taolaning zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin degan so'zi putga selingan yo'shirin zinnat buyumlarini ko'rsatish uchun putlarni yerga urmasin deganlikdir. Ayol kishi putini yerga urib, put bilezgidan chiqqan ovoz orqali erlarni diqqatini tortishdan cheklangan tursa, undaqda yuzni ochiq qo'yishga nima deyish kerak? Bu ikki ishdan, ya'ni 1. Kimniki yosh qirliqi, sat chiroyliqni bilmagan bir ayolning putidagi bilezgining ovozini anglash bilan, 2. Yosh, chiroyliq, o'zini jalb qilgan bir ayolning yuziga qarashning qaysisining fitnasi cho'ng? Ayol kishiga nisbatan hissiyoti bor har qanday erkak bu ikki a'zodan qaysisining yushirilishga bakroq loyiq ekanligini biladi. Alloh taolo shundoq deydi: yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rido nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarni selivetse, ya'ni erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa hech gunoh yo'qdir. Lekin tashqi kiyimlarini selib etishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Sura Nur 60-oyat. Bu oyatdagi fakt shuki, Alloh taolo bu oyatda qirib ketganlikdan to'y qilishdan umidi yo'q ayollarning shalloqlikni maqsad qilmagan shart ostida rido nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarini selib etsa bo'ldiganligini bayon qildi. Bu xil ruxsatning yashangan ayollarga qartilishi to'y qilishdan umidi bor yosh ayollarga qarta hukmning boshqacha ekanligini bildirdi. Agar tashqi kiyimlarni selivasi bo'ldiganligi ruxsati hammaga umumiy bo'lsa edi, bu yerda yashangan ayollarni maxsus tilga ilishning hojati qolmaydi. Oyatdagi zinnatlarni oshkorlamagan holda degan iborami to'y qilishdan umidi bor yosh ayollarga yuz yepishning vojibligini ko'rsatadi. Chunki normalda ayollarning yuzni ochiq qo'yish, tabarruj qilish, go'zallikni ko'rsatish, erlarni o'ziga qartish, ularni maftun qilish uchun bo'ladi. Buningdan boshqa maqsadda yuzni ochiq qo'yganlar kamdan kam uchraydi. Shundaqla hukm oz sonliqlarni nazarda tutgan asosda chiqarilmaydi. Alloh taolo yana shundoq deydi: ularga, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ayollariga ot-tillari bilan, o'g'illari bilan, qarindoshlar bilan, qarindoshlarning o'g'illari bilan, hamshiralarning o'g'illari bilan, mo'min ayollar bilan, qo'l ostidagi didaklar bilan ko'rishish hech gunoh emas. Ey payg'ambarning ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'z tutib turguchidir. Sura Ahzob 55-oyat. Ibn Kasir rahimahulloh mundaq deydi: Alloh taolo ayollarni nomahramlarning oldida hijoblanishga buyurish bilan bir vaqtda urug' tuqqanlarning oldida hijoblanmasimi bo'ldiganligini bayon qiladi. Bu xuddi Sura Nurdagi oshkor zinnatlardan boshqa, ya'ni zinnatlarni erlardan, otillardan, ya'ni boshqalarga ko'rsatmasin degan oyatdagi omdan xosni ayirib olishga o'xshaydi. Sunnatdagi yuz yopishning vojibligiga dalillar. 1. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mundaq degan:
Biringlar bir ayolga o'ylanmoqchi bo'lsa, uningga qarsa gunoh bo'lmaydi. Aksincha, u ashu ayolga to'y taklif qo'yishni ko'ngli pukkan holda, ayol kishi diqqat qilmaganda bo'lsa-mu, uni ko'rish kerak. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan bo'lib, Mu'jamuz Zavaidning muallifi Ali ibn Abu Bakr Hisami bu hadisning raviylari ishonchli kishilardir degan. Bu hadisdagi dalil shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birovning to'y qilish maqsadida o'zi uylanmoqchi bo'lgan ayolga qarsa gunoh bo'lmaydiganligini aytgan. Bu birovning o'zi to'y qilish maqsadida bo'lmagan nomahram ayolga qarsa gunoh bo'ldiganligini, hatto to'y qilishni niyat qilg'uchmi ko'ngil etish qatorliq boshqa har qanday maqsadga qarsa gunoh bo'ldiganligini tushundirdi. Agar bu hadisda qayerga qarash aniq qayd qilinmagan, qarash obyekti ko'ksi qatorliq joylar bo'lishi mumkin deyilsa, javobimiz shuki, o'ylanish niyatidagi bir o'zi o'ylanmoqchi bo'lgan ayolning sat chiroyliligini bilish uchun yuziga qaraydiganligi aniqdir. Ikkinchi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarni hayit namozi o'qiladigan namozga, ya'ni musallohga chiqishga buyurganda, ular: "Ey Rasululloh, ba'zilarimizning jilbobi yo'q" deyishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buningga hamshirasi jilbobidan birini uningga bersin degan. Birlikka kelingan hadis. Mazkur hadis Rasulullohning zamonidagi ayollarning jilbobsiz sirtqa chiqmaydiganligini ko'rsatadi. Jilbob kiyish buyrug'i albatta to'liq o'rinishni maqsad qiladi. Alloh eng yaxshi bilguchidir. 3. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda Aisha radhiyallohu anhaning shundoq deganligi rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiydi. Mu'min ayollarmu hijoblarga o'rangan holda kelib namozga qatnashatdi. Ular namozdan qaytganda qorong'ulik tufayli hech kim ularni tunib olmaydi. Aisha radhiyallohu anha hadisning davomida yana shundoq deydi: Agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollardan biz ko'rganni ko'rsaydi, Bani Isroil ayollarining masjidga kelishi cheklangandek, ularni masjidga kelishdan cheklagan bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan shuning o'xshash hadis rivoyat qilingan. Bu hadisda tuvandikidek ikki turlik dalil bor. Birinchi, hijoblanish va o'rinish bu ummatning eng yaxshi kishilari. Allah'ның nazarda eng sharafli sahabalarning ayollarining odati. Ikkinchi, favqulodda ilmiy, cho'nqur diniy tushunchasi bilan tunilgan mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha va sahabalarning eng ilmdorlaridan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollardan biz ko'rganni ko'rsaydi, ularni masjidga kelishdan cheklagan bo'ladi deyishgan. Bu eng yaxshi kishilarning zamonida deyilgan so'z. Undaqda hozirgi ahvolga nima degilik? 4. Ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimiki takabburlik yusidan kiyimin so'rib olgan, Alloh qiyomat kuni uningga, ya'ni rahmat nazari bilan qaramaydi deganda, Ummu Salama radhiyallohu anha undaqda ayollar kiyimining ostini qandoq qiladi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pochqidan bir g'arich sanglasson dedi. Ummu Salama radhiyallohu anha yana undaqda put ko'rinib qolsa deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pochqidan bir bilak sanglasson dedi. Bir bilak ya'ni qadimki uzunlik birligi. Uningdan uzun bo'lmasin dedi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. İmam Albani Sahih Tirmizida sahih deb baholgan. Bu hadis ayollarning putini yepishning vojibligini, shundoqla buning sahabalarning ayollar orasida hamma bildigan bir ish ekanligini ko'rsatadi. Shunisi shaksizki, putning pitnik sabab bo'lishi nisbati yuz va qo'lninkidan tuvandir. Shundoq bo'lgan ekan, pitnisi nisbatan tuvan bir ish haqidagi ogohlantirish o'z navbatida pitnisi uningdan ig'ir bo'lgan ish haqidagi ogohlantirishdir. Pitnisi nisbatan tuvan bir azon yepib, pitnisi uningdan cho'ng bo'lgan azon ochiq qo'yishga yo'l qo'yish shariatning hikmat taqozosiga ziddir.
Bu Allohning hikmati va shariatiga nisbat berish mumkin bo'lmaydigan zidlikdir. 5. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan hajda ihromda turganimizda otliq kishilar yanimizdan o'tadi. Ular bizga yaqin kelganda biz jilbobimizni beshimizdan tushirib, yuzimizni yepib olatdik. Ular o'tib ketganda yuzimizni ochatdik. Abu Davud 1562 numaralı hadis. Hadisdeki ular bizga yaqin kelganda biz jilbobimizni beshimizdan tushirib, yuzimizni yepib olatdik degan jumla yuz yepishning vojibligini ko'rsatadi. Chunki normal ahvolda ihromdagi holatda yuzga niqob kiyish cheklandi. Agar bu cheklamaga qarshi yo'l tutqudek kuchli bir sabab bo'lmagan bo'lsa, yandan otliq kishilar o'tgan taqdirdami yuzni ochiq qo'yish kerak bo'lgan bo'ladi. Demak, bir vojib, ya'ni ihromdagi vaqtda yuzga niqob taqmaslik vojibini faqat yana bir vojib, ya'ni nomahram erlarning oldida yuz yepish vojibini amaldan qoldira oladi. Agar nomahramlarning oldida yuz yepish vojib bo'lmagan bo'lsa, Ayşe anımız ihromdagi holatda yuzni yepib olmagan bo'ladi. Ayollarning ihromdagi vaqtda yuziga niqob, qo'liga palay kiyishdan cheklanganligi Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimlardagi hadislar bilan sabitdir. Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh mundaq deydi. Bu, ya'ni ihromda yuzni yopmaslik va palay kiymaslik cheklamasi shu vaqtda niqob va palay kiyishning ayollar orasida umumlashgan ish ekanligini, ya'ni ularning yuzi va qo'lini yopadiganligini tushundirdi. Yuqorqilar Qur'on sunnatdagi dalillardan ba'zilari. Uningdan keyin aqliy dalillar tuvandikicha. Agar biz ayollarning yuzni nomahram erlarga ko'rsatishi haqida o'ylanadigan bo'lsak, buning nurg'un nachar oqibatlarga sabab bo'lganligini bayqay olamiz. Hatto ayollarning yuzni ochiq qo'yishida ba'zi manfaatlar bor degan taqdirdami, bu manfaatlar uning ziyniga selishtirganda yo'qning o'rnidadir. Bu xil nachar oqibatlarning ba'zilari tuvandikicha. 1. Fitna. Bir ayol yuzni echayotgandan keyin yuzni texmi go'zal ko'rsatishning quyida bo'lishi mumkin. Bu yomonlik va fitna fasodning eng cho'ng manbalaridan biridir. 2. Ayollardan hayoning ko'tarilib ketishi. Hayo ayollarning imoniy va fitrati, ya'ni tug'ma tabiatining bir qismidir. Ayollar sharmiy hayoning o'rnaklaridir. Şuna kişiler hayalıq kişini yüzü açılmagan qızlardek uyatcan deb sifatlashadi. Ayollardan hayanın ko'tarilib ketishi uningdagi iman va fitratning yo'qlishiga sabab bo'ladi. Tarjimondan ilova. Ibn Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Haqiqatan hayo bilan iman ko'tiki tutash ikki munguzdir. Ulardan biri ko'tarilib ketsa, yana biri mo ko'tarilib ketadi." Hakim Bayhaqi to'plagan Sahihul Jami' 1063 numaralı hadis. 3. Erlarning nomahram ayollarga maftun bo'lishiga sabab bo'ladi. Bo'libmi u ayol chiroyli bo'lsa va yuzni yopmagan nurg'un ayollarning qilg'indek erkilab, kulib, chaqchaq qilib yursa, shayton odam bolalarining tenda xuddi qandek aylanib yurdi. 4. Ayollarning aralashib yurishiga sabab bo'ladi. Agar bir ayol yuzni yopmaslik va shu holatda ko'chalarda mengib yurishda o'zini erlar bilan barobar deb qarasa, uning hayoliq bo'la olishi va ko'ch-ko'ylarda erlar bilan aralashib yurishdan o'ylashi mushkuldir. Halbuki bu xil aralashib yurish zo'r fitna fasodga sabab bo'ladi. Imom Tirmiziy rahimahulloh Hamza ibn Abi Usayddan o dadisdan rivoyat qildiki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam masjiddan chiqib, ko'chada ayollarning aralash mengib yurganligini ko'rib, ayollarga "Orqanglarga yeninglar. Sizlar yo'lning o'rtasida mansanglar bo'lmaydi. Sizlar yo'lning chetida meninglar" degan. Shuning bilan ayollar yo'lning chetida tamga shu qadar yaqin mangdigan bo'lgandiki, hatto ularning kiyimlari tamga ilishib qoladi. İmam Tirmizi 5272 numaralı hadis. İmam Albani Sahihul Jami'da Hasan deb baholgan.
Allah eng yaxshi bilguchidir. Tarjimondan ilova. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: 3 turli kishi mangu jannatga kirmaydi. Ular birinchi dayus, ya'ni xotin qizlarni, och singillarni kullamaydigan kishi. Ikkinchi erkaklardek ayol. Uchinchi tavba qilmaydigan, doim haroq ichkichi zaboy. Sahihul Jami' 3062 numurliq sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xotin qiz och singillarni kullamagichi mangu jannatga kirmaydi deb qattiq ogohlantirgan. Aqli o'shi iymon aqidasi joyida har qanday odam bu ishga ziyoda sagaklik bilan muomala qilishi, xotin qizlarning go'zalligini boshqalarning tomosha qilmaslik uchun ularning yuzlarini yopqizishi, shu orqali o'zini ham ahlini do'zaxdan qutuldirish kerak. Allah hammamizni eng to'g'risini tutib mengishga nasib qilgay. Uyg'ur islom to'ridan elindi. Furqon da'vat markazi tarjim qilib tarqatdi.